O'tgan kun davomida jahonda ro'y bergan eng asosiy voqea va yangiliklar sharhi bilan kundalik xabarnomada tanishtiramiz. Assalomu alaykum. 2-iyundagi dron zarbalari natijasida Kuvayt xalqaro aeroportida Hindistonning bir nafar fuqarosi halok bo'lgani ma'lum bo'ldi. Yana 63 kishi jarohatlangan. Kuvayt aeroportga Eron droni urilganini tasdiqladi. Tarmoqlarda T1 terminaliga dron kelib urilishi va aeroporti ichidagi portlashlar aks etgan videolar tarqaldi. Hindiston tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida hujumni qoralab, yana bir necha fuqarosi jarohatlanganini bildirdi. Kuvayt mudofaa vazirligi hujumni Eronning jinoiy agressiyasi deb atadi. Zarbalardan so'ng Kuvayt tashqi ishlar vazirligi Eronning 2 nafar diplomatiga 24 soat ichida mamlakatni tark etishni buyurdi. Shuningdek, Eronning muvaqqat ishlar vakilini chaqirtirdi. Chorshanba kuni kechroq Eron Islom inqilobi muhofizlari korpusi Kuvayt aeroportiga qilingan hujum uchun javobgarlikni rad etdi. Rasmiy Tehron zarar Amerika Qo'shma Shtatlari raketa tutgichining xatosi tufayli kelib chiqqanini aytdi. AQSh markaziy qo'mondonligi buni yolg'on deb atadi va Eron aeroportga ataylab qilingan, puxta o'ylangan va asossiz hujum uyushtirganini da'vo qildi. So'nggi keskinlashuv AQSh va Eron o'rtasidagi otash kesim muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qolgan, urushni yakunlash bo'yicha kelishuvlar olg'a siljimayotgan vaqtga to'g'ri keldi. AQSh prezidenti Donald Tramp chorshanba kungi intervyusida Eron yadro quroliga ega bo'lmaslikka allaqachon rozi bo'lganini, muzokaralarga oliy rahbar Oyatulloh Mushtabo Xomanaiy ham jalb qilinganini aytdi. Biz u bilan juda yaxshi chiqishayotgandekmiz, dedi Tramp. Undan Mushtabo bilan uchrashishni xohlaysizmi deb so'rashganda, men u bilan uchrashishni xohlardim. Hammasi qanday yakun topishiga qarab, ehtimol qaysidir pallada uchrasharmiz, dedi Tramp. 3-iyun kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Avstriya, Qirg'iziston, Portugaliya, Trinidad va Tobago hamda Zimbabveni 2 yillik muddatga Xavfsizlik kengashining 15 ta a'zolik tarkibiga sayladi. Ular Xavfsizlik kengashining doimiy bo'lmagan a'zolari bo'ladi va 2027-yil 1-yanvardan ish boshlaydi. Ushbu o'rinlardan birini qo'lga kiritish uchun faol harakat qilgan Germaniya, G'arbiy Yevropa va boshqa davlatlar guruhiga ajratilgan 2 ta o'rin uchun kurashda Portugaliya va Avstriyaga yutqazdi. Osiyo Tinch okeani guruhi kvotasi uchun Filippin va Qirg'iziston o'rtasidagi bellashuv esa 4 bosqichli ovoz berishgacha davom etdi. Yakunda Qirg'iziston 142 ovoz bilan o'z tarixida ilk bor Xavfsizlik kengashi a'zoligini ta'minladi. Yangi saylangan 5 davlat Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashida Daniya, Gretsiya, Pokiston, Panama va Somali o'rnini egallaydi. Yana 5 ta a'zo davlatlar Bahrayn, Kolumbiya, Kongo, Latviya va Liberiya 2027-yil oxirigacha kengashdagi faoliyatini davom ettiradi. Xavfsizlik kengashi Birlashgan Millatlar Tashkilotining sanksiyalar joriy etish va kuch ishlatishga ruxsat berish kabi qonuniy, majburiy qarorlar qabul qila oladigan yagona organidir. Uning tarkibida veto huquqiga ega 5 ta doimiy a'zo mavjud. Buyuk Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Amerika Qo'shma Shtatlari. Qolgan 10 ta a'zo esa saylanadi. Har yili ularning 5 tasi yangilab boriladi. O'rinlar qit'alar va hududlar bo'yicha taqsimlanadi. Rossiyaga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga qaratilgan yirik iqtisodiy forum ochilishidan bir necha soat oldin Ukraina Sankt-Peterburg chekkasiga zarba berdi. Chorshanba tongida Rossiyaning 2-chi yirik shahri osmoniga qora tutun quyunlari ko'tarildi. Mahalliy hokimiyat organlarining ma'lum qilishicha, havo mudofaa tizimlari tun davomida 59 ta dronni urib tushirgan. Sankt-Peterburgning 3 ta turli tumaniga zarba berilgan, biroq qurbonlar yo'q. Shaharda mobil internetda uzilishlar kuzatildi va Pulk va aeroporti vaqtincha yopildi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov ushbu zarbalarga javob qaytarilishini aytdi. Bizning javoblarimiz tizimli xarakterga ega bo'ladi, dedi u chorshanba kuni. Bir necha soat o'tgach, Vladimir Zelenskiy Ukraina dronlari Rossiyadagi bir nechta obyektga, jumladan neft terminali va Kronstadt harbiy dengiz bazasiga zarba berganini tasdiqladi. Kronstadt Rossiya harbiy dengiz flotining Boltiqdagi asosiy tayanch punkti hisoblanadi. Tasdiqlanmagan videolarda dronlar bandargohda turgan harbiy kemalar tomon uchayotgani aks etgan bo'lib, video portlashga qadar uzilib qolgan.
Ukraina uchuvchisiz tizimlar qo'mondoni ular boyiki harbiy kemasi zarba berganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg iqtisodiy forumi bir vaqtlar Rossiya da'vosi deb atalgan. U Rossiya siyosiy kun tartibidagi eng asosiy tadbirlardan biridir. Moskva 2022-yilda Ukrainaga bosqinchilik urushi boshlaguniga qadar ushbu forumda G'arbning yuqori martabali delegatsiyalari, jumladan yirik kompaniyalar va davlat boshliqlari ishtirok etardi. Juma kuni prezident Vladimir Putin ushbu moliyaviy tadbirda nutq so'zlashi rejalashtirilgan. Forumda 130 ta davlatdan minglab mehmonlar, jumladan AQShning ham kamtarona delegatsiyasi ishtirok etishi kutilmoqda. Chorshanba kuni Nyu-Dehli janubidagi binolardan birida sodir bo'lgan yong'in oqibatida kamida 21 kishi halok bo'ldi va yana bir necha kishi jarohatlandi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, yong'in aholi zich joylashgan Malviya Nagar dahasida, birinchi qavatida restoran, yuqorida esa mehmonxona joylashgan binoda bo'lgan. Voqea joyiga 8 ta o't o'chirish mashinasi safarbar etilgach, 40 dan ortiq kishi qutqarilib, yaqin atrofdagi shifoxonalarga yetkazilgan. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, qurbonlarning ba'zilari Hindistonga davolanish uchun kelgan xorij fuqarolaridir. Hodisaning kelib chiqish sababi hozircha aniq ma'lum emas. Binoning birinchi qavatida restoran faoliyat ko'rsatgani aytilmoqda. Yong'in katta ehtimol bilan aynan o'sha restoran bilan bog'liq, dedi mahalliy ma'muriyat rasmiy jurnalistlarga. Bosh vazir Narendra Modi halok bo'lganlarning oila a'zolariga ta'ziya bildirdi va ularga $2000 miqdorida moliyaviy yordam ko'rsatilishini e'lon qildi. 3-iyun kuni Isroil va Livan mo'rt otash kesimni uzaytirishga hamda Livan janubida tajriba sinov tariqasida xavfsizlik zonalarini tashkil etishga kelishib oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari vositachiligida erishilgan kelishuv shartlariga ko'ra, Hizbulloh Livan janubidagi xavfsizlik zonalaridan o'z kuchlarini olib chiqib ketishi kerak. Qo'shma bayonotda Isroil va Livan sulhining saqlanib qolishi Hizbulloh tomonidan o't ochishning butunlay to'xtatilishiga va tashkilotning barcha a'zolari Litaniy daryosidan janubga evakuatsiya qilinishiga bog'liqligini bildirdi. Livan armiyasi nazorati ostida bo'ladigan ushbu xavfsizlik zonalari aynan qanday tashkil etilishi hozircha aniq emas. Aprel oyi boshida otash kesimga kelishilgan bo'lsa-da, Isroil va Hizbulloh o'zaro o't ochishni davom ettirmoqda. Mart oyida to'qnashuvlar qayta boshlanganidan beri Livanda 3,3 mingdan ortiq kishi halok bo'lgan va 10 mingdan ziyod kishi jarohatlangan. Eron AQSh bilan urushni tugatishga qaratilgan har qanday tinchlik kelishuvi Livandagi harbiy harakatlarni to'xtatishi kerakligini ta'kidlab kelmoqda. Biroq Hizbulloh Isroil va Livan o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga kiritilmagan. Bizda hozircha shular. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.